Hoy, nima qilyapsizlar? Kimmi bolalar sizlar? Hoy, bu sizni bolalaringiz. Nima? Ortga qayt. Qanaqasiga bir necha kundan beri uyga kelmadingiz? Bolalaringizni unutdingizmi? Hoy, uyga keling. Xiyoxo'ng va Xiyoming sizni kutyapti. Bir daqiqa. Ma'lum bo'lishicha, bu Xioming, shundaymi? Ha, bu ismi. Keyin esa bu Xiyoxo'ng. O, qanday shirin bolalar. O'zing o'chir. Sen bilan keyinroq gaplashaman. Yo'q, bu sen uchun emas. Bilasizmi, Xavoyi, bugun kechasi uyga kelasizmi? Dada, ovqatlangim kelyapti. Ha, mayli. Shundoq qilib, onanglar bilan boringlar, u sizlarni ovqatlantiradi. Ishim tugagach, maktab darvozasi oldida uchrashamiz. Keyin esa mana Jiyam aka deb chaqiringlar. Aytganimni qilsanglar, konfet beraman. Ha. Yo, xudoyim, barchasi haqiqiy bolalarmi? Bunga qandoq qilib chiday olaman axir? Yana ham ko'proq tartibsizlik. Men juda ham pand edim, yetishni unutibman. Ammo rus afsonining asosiy maqsadi inson istaklarini bajarish. Vaqt o'tib orzu amalga oshsa, afson to'liq bekor qilinadi va orzular haqiqatga aylanadi. Bu qandoq bema'nilik? Men qaragancha u bilan yasholmayman. Axir hammasi unchalik yomon emas-ku. Senda tayyor bolalar, harakat qilishing shart emas. Birinchisi Janqoyi, bu otangiz. Ikkinchisi esa men. Otam va onam eng zo'ri. Jim, biz unda deyolmaymiz. Biz otamizni Jing amaki deyishimiz kerak. Xiyoxo'ng doim otasiga itoat qiladi. Ota emas, Jing amaki degan. O, ha. Jing amaki. Eshitaman. Ling Yuan, o'qituvchi xonasiga keling. Muhokama qilishimiz kerak bo'lgan gaplar bor. Onangiz ketish kerak. Mani shu yerda kutinglar. Ketib qolmanglar, xo'pmi? Ha, xavotir olmang, ona. Ha, boshliq. Biz hech qayerga ketmaymiz. Xayr, ona. Ozodlik! Otani qidirish vaqti keldi. Xiyoming, mani kut. Nima? Bola qochib ketishdimi? Men bir daqiqaga ketgandim. Qarasam, ular yo'q. Mani kechiring, Xavoyi. Shundoq qilib, men maktabni qarayman. Sen esa darvoza oldida kut. Ehtimol qaytib kelishlari mumkin. Xavotirlanma, hammasi yaxshi bo'ladi. Voy qizaloq, nima bo'ldi? Yig'lama. Aytchi, nima bo'ldi? Men Jing amakini yo'qotib qo'ydim. Jing amaki? Uni topishga yordam bera olaman, maylimi? Chindan. Ha. Xo'sh, Jing amakini ismi nima? Energiyani tiklash tugalandi. Endi esa ey baxtsiz yovuzlar, dadamni qaytarib bering. Kimni bolasi sinfda aylanib yuribdi, xalaqit beryapti. Qo'y, bo'tdan ket. Mani yengib bo'lmaydi, qo'rqoqlar. Ha, sof g'alaba. Xo'sh, ular qayerda? Ular qayerga ketdi ekan? Men ularni qanday qilib topaman? Kimnidir bolasi maktab atrofida yuribdi. Uni tezroq olib ketinglar. Ha, kimning bolasi bo'lsa ham hamma narsani portlatib yuribdi. Kechirasiz, uni qattiq yurganini ko'rmadinglarmi?
Jana ursan. Qatta ekan u. Qizlar xonasi. Oy, dahshat. 才不错啊你！你还不是每个都 Topdim. Lekin hammasi yaxshi. U juda kichkina. Qizlar uni o'ldirishmaydi albatta. Janqoyi. Tayxuan. Bo'tda nima qilyapsan? Uni amaksi Havoyi ekan-de. Bu yana u bilan bo'lish uchun sabab. Xexo'ng, ke birgalikda amakini qidiramiz. Tezroq sport zalga. Janqoyi har doimgidek ishgal boshlabdi. Ko'rish kerak. Havoyi. Qandoq pas ketish? Demak, u qizlarni poylabdi-da. Qo'lga tushgani yaxshi bo'pti. Voy, yaramas. Unaqa emas. Kelinglar tushuntiraman. Men shunchaki Janqoyi, men seni jinoyat ustida tutdim. Agar sen ulardan shaxsan kechirim so'rasang, balki seni qo'yib yuborarman. Agar undoq bo'lmasa, yaxshi, hammasini aytib beraman. Iltimos, menga ishoninglar. Havoyi amaki, men sizni qutqaraman. Oy, yo'q, Yomin. Ajoyib ish, kichkintoy. Qo'y, hamma narsani rasvo qilgan kichkina mana shu. Yo'q. Bu bolaga tegmanglar. Iltimos, hammasiga men aybdorman. Xiyoming. Xiyoming. Dadamni topdim. Janqoyi, sen buzuq odamsan. Yo, xudoyim, men allaqachon bunaqa holatga ko'p kirdim. Endi esa o'lishim aniq. Qani tezroq boshlanglar. Ha, opa. Xiyoming, Xiyoming. Ona! Xavotirlanadigan hech narsa yo'q. Bola yaxshi. Havoyi. Odam, bu safar yaxshi ishlading. Sen bunga loyiqsan. Faqat bugun yelkalar. Yelkalarimda urishni bas qil. Men seni yer emasman. Li Yuan. Men senga muhim narsani aytishim kerak. Bolalarga qara. Adashmasam 7-8 yoshlarda. Lekin sen bilan men 20 ga ham kirmaganmiz. O'ylab ko'r, 28 minus nima? 12. To'ppa to'g'ri, 12. 12 yoshda farzand ko'rish mumkinmi? Buni tushunyapsanmi? Tushunaman. Albatta bola sizniki. Ha, qandoq qilib bundoq bo'lishi mumkin? Endi barchasini tushundingmi? Bu sehrli kuch deyiladi, odamzod. Barchasini darhol to'xtatishing kerak. Yana bir narsa. Agar shundoq qoldirsang, hammasi yaxshi tugamaydi. U bilan muloqot qilgan har bir kishi asta-sekin aqldan ozadi. Ehtimol uni oilasi allaqachon. Havoyi, kim bilan gaplashyapsiz? Ha, Li Yuan. Sen bilan uyga boraman. Tushundim, sen g'azablangan bo'lsang kerak. Juda kech, ammo yolg'iz ketmoqchi bo'lsang, arzimaydi. Chunki siz uzoq vaqtdan beri uyga kelmadingiz. Endi nima deb o'ylashni ham bilmayman. Ammo qaytib kelishga qaror qilganingiz yaxshi. Biz uydamiz. Ona, biz qaytdik. Shu yermi? Agar Afsun uni oilasini boshqara olmasa, men. Onajon, kechki ovqatga nima qilyapsiz? Mazali hid kelyapti.
Sen harome va nihoyat qaytib kelibsan-de. Keyingi qismda Xo'sh, bu anime Jasper buyurtmasiga asosan o'zbek tiliga o'girildi. Tarjimonlar niskati, ovoz berdi mukallaf, taymingda ham mukallaf. Keyingi qismda ko'rishguncha.《新婚妻子人间蒸发，迷之力量千里追杀》。在友情、爱情的陪伴下，能否守护住这个世界？科幻悬疑题材动画《时光鬼域》全网热播中。